O'zim qidirayotgan uy 1-2 yil xudo xolasa o'zim ham kottejga ko'chmoqchiman. Mana shunaqa oq bo'lsin deb aytdim. Как раз mana shunaqasi chiqib qoldi. Ketdik, obzorni boshlaymiz. Kisotu, Bektemirdamiz, Toshkent shahar. Endi bitta hali olib chiqishga ham ulgurishmagan hech narsani, o'zini отдельно tashqarida hojatxonasi ham bor, kattagina podvali ham bor ekan. Hozir uy obzorini boshlaymiz ichkaridan. Men hozir o'zim vaqtincha domda turibman. 1-2 yil xudo xolasa o'zim ham kottejga ko'chib o'taman. Chunki barim kottejda, qo'ni qo'shni ham yo'q, o'zingiz mazza qilashingiz. Oppoq fon nima deyapti? 5 ta xonadan iborat. Ana remont ham yorib yuborishdi. Oshxonadan boshlaylik. Hali ozgina ishlari qolgan. Keyin hammasini bitkazib qo'yishadi. Akkuratno oshxonasi keng, kattagina, oppoq. Bu yerdan chiqsanglar, общий sanuzel bor. Уже bu yerda santexniklar hammasini qilib bo'lishgan. Kafellarni ham safkosini qilishgan qarang. Bu yerdan keyin chiqsanglar, birinchi qavatda o'zini родительский spalni qilsanglar bo'ladi. Bu yog'ini televizorni zona bor. Orqaga oynalar ham qo'yishgan ekan, bemalol havo aylanadigan joylari ham bor. Xo'p. Bu yerdan keyin chiqsanglar, birinchi qavat shu o'zining mehmonxonasi bor. Kattagina, vashshe, lyustralarni ham yorib yuborishgan. Juda katta. Bemalol 20-30 kishilik mehmonlar chaqirsanglar ham bo'ladi. Orqada o'zini tashqariga xodi bilan havo aylanishini qilib qo'yishgan ekan, bemalol aylansizlar. Zo'r tarafchi ikkinchi chiqamiz. Men bolaligimdan uy ichida 2 etaj bo'lishini xohlardim. Nasib qilsa inshaalloh o'zim ham olaman. Shu harakatim bilan yuribman, to'g'risi. Lestnitsa ham keng, kottej uchun juda ham yaxshi. Bemalol kirdi chiqdik ham osonroq. Ikkinchi qavatda ham 3 ta xona bor. Birinchisi родительский spalniyadan boshlaymiz. Xohlasanglar bu yerda chiqsanglar ham bo'ladi. Kattagina bu yoq ham. Tomona aboyni ham zo'rdan tanlashgan ekan. Tepada ham общий sanuzeli bor. Bu yerda ham уже полный full bo'lgan. Safkosim qilingan baribir ham. Bu yoqdan keyin chiqsanglar, bilmadim, bu yog'ini spalniya qilsanglar bo'ladi yoki yana qanaqadir mehmonxona qilsanglar bo'ladi. Bu yerda ham tashqariga qaralgan oynasi bor o'zini. Oxirida yana ikkinchi qavat uchun zalimiz bor. Bu yerdan ham tashqariga qaratilgan o'zini oynasi bilan. Har bitta xonada oyna bor. Kottejda ko'p muammolarda oyna bo'lmaydi. Bu yerda ham mana oyna bor. Havo almashtirishiga. Xo'p, uyimizda Toshkent shahar Bektemir tumanidamiz. Lokatsiyalarni tashlab qo'yamiz. Kelinglar, hali hech kim yashamagan, svejий remont, 2 sotu, 2 qavatli uy, 5 ta xona. Narxi kiradigan bo'lsak, 180 ming deyishyapti. O'tadigan joylari ham bor. Uy full mebel olib kelsanglar bo'ldi, tayyor.